Nega hozirda bolalar tez kasal bo'lib qolyapti? Bu narsani bilib olish uchun hozirgi videoni batafsil ko'ring, tushuntirib beraman. O'zi hamma immunitet deydi. Bu narsani gapirishdan oldin o'zi bilib olaylik, immunitet o'zi nima? Immunitetni ikkiga bo'lib o'rgansak bo'ladi. Immunitet tug'ma va orttirilgan. Tug'ma immunitet o'zi nomi bilan tug'ilganda bolada har doim bo'ladi, shilliq qavat, teri va hokazolar. Orttirilgan immunitet bu bolani o'sish, rivojlanish davrida sekin-sekinlik bilan orttirilib, ya'ni o'rganilib keladi. Buni oddiyroq tushuntirsak, bola tug'ilganda immuniteti top-toza daftardek bo'ladi. U daftarga kasalliklar, qaysi kasallik kelganda qanday javob qaytarish kerak, hammasi yoziladi. Organizm ham xuddi shunday, har xil kasalliklar bilan duch kelganda o'shanga nisbatan antitela, ya'ni himoya askarlari organizmda rivojlanib oladi. Misol uchun, bitta infeksiya immunitetga birinchi marta kelganda, bitta o'zi aytib o'tishim kerak, tabiiy immunitet, ya'ni tug'ma immunitet tez ishlaydi. Orttirilgan immunitet esa 5-7 kun davomida o'sha tushgan infeksiyani o'rganib, keyin ishlashni boshlaydi. Bu degani, bitta infeksiya organizmga kirdi, shu organizm bu infeksiyani o'rganib olishiga 3-5-7 kun vaqt ketadi. Shu narsani tanib oldi, keyingi safar shu infeksiya kelganda organizm immunitet уже tayyor bo'ladi va kurashishni yengish oson bo'ladi. Bu paytda ko'p ota-onalar nima qilib qo'yadi? Xato qilib, ya'ni virusli holatda kasallik kiradigan bo'lsa, ota-onalar shart etib antibiotik deb beradi. Endi o'rganaman degan immunitetni yo'qotib yuboradi-da, bu yoqdan kirib kelgan infeksiya to'g'ri ochiq darvozaga kirib keladi. Ya'ni dushmanga qarshilik ko'rsatadigan himoya askarlari bo'lmaydi. To'g'ridan to'g'ri kirib keladi, xoh burunni yoki bo'lmasa tomoqni yoki bo'lmasa quloqni zararlashga ulguradi. Ko'p ota-onalar farzandim tez kasal bo'lib qolyapti deyshadi. Bu tez kasal bo'lishni soni necha marta? Bu keyin normami yoki patologiyami, buni aniqlab olishimiz kerak. Misol uchun, 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda yiliga 4-6 marta, ya'ni bu 1 yilda 4-6 marta bo'lsa, har 2 oyda 1 martaga to'g'ri kelar ekan. Har 2 oyda 1 marta kasal bo'lish bu normalniy holat. Bu hech qanaqa xavotirli joy emas. Bunda immunitet sekin-sekin chiniqadi, organizm infeksiyalar kelganda uni tanib oladi, keyingi safar o'shanga nisbatan keyingi yoshlarda kamroq kasal bo'lish kuzatiladi. Yoki bo'lmasa 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalarda 6 dan 8 martagacha. Bu ham o'sha yilda har oyda 2 oyda 1 martaga to'g'ri keladi, yoki bo'lmasa 8 martagacha yilda bu normalniy holat. Eng ko'p uchraydigan holat 3 yoshdan 5 yoshgacha. Nimaga deb o'ylaysizlar? Chunki bog'cha yoshidagi bolalar bo'ladi. Ya'ni bolalar bog'chaga chiqdi, infeksiya bilan kontakt bo'lishi ko'paydi, tez kasal bo'ldi. Bu holatda bolalar deyarli har oyda kasallanishi mumkin. 12 marta desak ozgina ko'payib ketadi. Bu 8-10 marta bo'lishi bu normalniy holat. Agar kasallanish 12 martadan ko'payib ketyaptimi, demak bu signal. Immunitet bilan nimadir muammo bo'lishi mumkin. Keyingisi 5-7 yoshda уже 4-6 marta kasal bo'ladi. Maktab yoshiga yetganda 2 marta yo 4 marta kasal bo'lishi bu normalniy holat. Faqat bu aytib o'tilgan kasalliklarning chastotasi bu nisbiy holat. Baribir, lekin kasal bo'lganda bolani to'g'ri davolash va keraksiz paytda antibiotiklarni ishlatmaslik bu muhim. Chunki bola to'g'ri rivojlanib kelyapti, lekin siz immunitetni noto'g'ri ishlatib antibiotik beradigan bo'lsangiz, immunitetni tushirib oladi va bu kasallanish holatlari chastotasi ham sezilarli darajada ko'payib ketadi. Lekin apteka, vrach yurish holatlari ko'p bo'ladi. Keyingi masala, immunitetda vitamin va boshqa kerakli moddalarning ahamiyati qanaqa? Juda muhim. Keraklilarni hozir sanab o'taman. Xulosa qilib olasiz. Birinchisi D vitamin. 80% O'zbekistondagi bolalarda yetishmaydi. Shuning uchun tug'ilgandan boshlab D vitamin tavsiya qilinadi. D vitamin yetishmasa, bolalarda immun hujayralarini ishlab chiqarishi pasayadi, tez ORV va virusli etiologiyali kasalliklar bilan chalinib qolish holatlari bo'ladi. Keyingisi sink, ya'ni rux. Bu T limfatitlar, ya'ni immunitetni askarlari desak bo'ladi. Ularni ishlab chiqarishda muhim rol o'ynaydi. Agar rux yetishmovchiligi, sink yetishmovchiligi bo'lsa, yaralarni tez bitmasligi yoki bo'lmasa tez kasallanish holatlari kuzatilishi mumkin. Buni tabiiy manbalari go'sht, dukkakli, urug'li mevalarda rux ko'proq uchrab turadi. Keyingisi asosiylardan biri temir. Temir yetishmaganda bolalarda neytrofillar, bularni birinchi mudofaa tizimi desa bo'ladi. Kelgan infeksiyaga birinchi bo'lib yopishadigan hujayralar bu neytrofillar. Bularning yetishmovchiligi kuzatiladi agar temir yetishmasa. Shuning uchun ham temir yetishmovchiligi bu muhim ahamiyatga ega immunitetning rolida. Keyingisi esa A vitamini. Bu ko'pchilik ota-onalarga kerak bo'ladigan eng muhim vitamin, chunki burun, tomoq, shilliq qavatidagi vitamin hisoblanadi. Ya'ni infeksiya kirganda burun shilliq ajratishi, tomoq shilliq qavatlari himoya qilib qolib, ya'ni mahalliy immunitetni ushlab qolish uchun A vitamin muhim rol o'ynaydi. Ko'p ota-onalar bu narsani ahamiyatga olmaydi
vitamin yetishmovchiligi bo'lsa ham har xil antibiotiklardan foydalanib bolani immunitetini minusga qarab tortib ketaveradi. Vaqtida uxlamaslik bolalarning immunitetini 70% gacha tushirishi mumkin. Bu degani katta ko'rsatkich. Bolalarni ahamiyat berishimiz kerak vaqtida uxlashiga. Ko'p ota-onalarga mana qabulimda keladi, nechida uxlaydi desam 11, 12, 1 deb xursand bo'lib aytishadi. Biz bilan o'ynab yuraveradi, uxlamaydi deyshadi. Buning uchun kulish emas, bu uchun yig'lash kerak. Chunki bolaning immunitetini oyog'idan tortib minusga qarab olib kirayotgan shu ota-onalar sababchi bo'ladi. Bolani vaqtida uxlatish kerak, immun tizimi shunda bir tekis rivojlanishni boshlaydi. Bolani agar vaqtida uxlatmasangiz, keyinchalik stress, asabiylik boshida bilinmaydi. 5-6 oy, 7-8 oyda hammasi odatdagidek ketayotgandek bo'ladi. Uje 1 yildan o'tgandan keyin sekinlik bilan hamma muammolar birma-bir yuzaga kelishni boshlaydi. Bunda umumiy immunitet zaiflashgandan keyin mahalliy immunitetlarga, ya'ni adenoidlarga, anginaga kelayotgan infeksiyaning yuklamasi ko'payib ketadi. Keyin nima bo'ladi? Keladi, bolam adenoid kattalashib ketdi, men yaxshi qarayman, avaylayman, nimaga bunaqa bo'lyapti? Uyquni so'rasa, uyqusi har kuni kech yoki bo'lmasa televizor ko'rib o'tiradi yoki bo'lmasa kechqurun telefon o'ynaydi bolalar. Bu narsani cheklash kerak. Hamma narsani o'zini me'yori bor. Uyqu eng birinchi navbatda turadigan omillardan biri hisoblanadi immunitetda. Keyingi masala shirinlik masalasi. Immunitetni zaiflashtiradigan birinchi omillardan biri bu isbotlangan ma'lumot. 1973-yildan beri bu isbotlangan. Ya'ni shakar bolaning immunitet faolligini, neytrofillar faolligini 5 soatga kamaytiradi. Bu isbotlangan ma'lumot. Biz bola kasal bo'lsa nima qilamiz? Ko'ngliga qaraymiz, shirinlik yegisi ber, onasi ko'rmasin, katta buvijonlar, bobojonlar ko'rsa, onasi dadasi ko'rmasin deb shirinlik berishadi yoki bo'lmasa ota-onalar ko'ngliga qarab gazli ichimliklar, kola, fanta, chips, kireshki hammasini olib berishadi. Bu paytda aytib turibmiz, birgina shakar neytrofillar, ya'ni immunitetga birinchi bo'lib infeksiyaga yopishadigan askarlarni faolligini 5 soatga kamaytirib yuboryapti. Bu infeksiya keldi, siz shirinlik beryapsiz, bolaning immuniteti kurasha olmaydi. Natijada asoratga o'tib ketadi. Oddiy suyuqlik bilan yoki ibuprofenlar bilan tuzalish kerak bo'lgan kasallik oxir-oqibat bronxit, pnevmoniya va antibiotik har xil ukollar bilan yakun topishi mumkin. Shuning uchun shakarni bolalarga me'yoridan ortiq bermaslik zarur. Shu narsani hisobga olish kerak. Keyingi masala, yuqorida ham aytib o'tyapmiz, antibiotik. O'zbekistonda eng keng tarqalgan xatolardan bittasi. Bola kasal bo'ldimi? Antibiotik. Yo'talib qoldimi? Antibiotik. Burni oqdimi? Antibiotik. Bu noto'g'ri narsa. Antibiotik o'zini organizm ichak mikroflorasidagi kerakli bo'lgan bakteriyalarni o'ldirib yuboradi. Ichak mikroflorasi 70% immunitetni boshqaradi. Bu degani siz mikroflorani o'ldirib yuborsangiz, immunitetda kurashuvchanlik pasayib ketadi. Bu qanday o'ldiradi? Ya'ni antibiotik. Keraksiz vaqtda antibiotik qo'llanilishi hozirgi paytda juda ham ko'p bo'lgan. Hozirgi vaqtda mana dorilarni retsept bilan berish boshlangan. Bu juda ham ideal yechim. Ota-onalar o'z boshimchalik bilan antibiotik olib, bolani holatini minusga kirgizmaydi. Ko'p ota-onalar nima qiladi? Uyda birinchi, ya'ni samolecheniya o'z-o'zidan uy sharoitida davolab ko'rishga harakat qiladi. Har xil antibiotiklarni, dorilarni beradi. Oxir holat yomonlashib qolgandan keyin yugurib borib vrachga olib borishadi. Bu noto'g'ri holat. Bola kasal bo'ldimi? Tushunmaysizmi? Birinchi navbatda tavakkal qilmasdan vrachga olib boring. Shunda vrachga ham shans qoladi, ya'ni imkoniyat qoladi bolani antibiotiksiz davolashga, keraksiz vaqtda antibiotik bermaslikka. Siz oxirigacha immunitetni tushirib, ahvolni yomon qilib, bronxit pnevmoniyaga yetkazib olib kelasiz. Vrach ham boshqa hech narsa qila olmaydi. Keyin nima yozish kerak? Antibiotik yozish kerak bo'ladi. Shuning uchun kasallikni dastlabki bosqichida to'g'ri yo'nalish qilinsa, antibiotikgacha holat yetib bormaydi. Bu degani immunitet mustahkam bo'lib rivojlanib boradi. Immunitetda yana bir muhim narsa bu chiniqtirish. Ota-onalarda bolalarni chiniqtirish ko'nikmasi kam. Ya'ni avvaldan eskitdan bo'lib kelgan fikrlar bilan, ya'ni bolaga sovuq suv berma, qalin kiyintir, shamollaqolar shapka kiydir. Yozda ham bolalarni ko'ramiz, chaqaloqlarga shapka kiygizib qo'yishgan bo'ladi. Bu narsa noto'g'ri. Bolani tug'ilgandan boshlab sovuqqa sekin-sekinlik bilan, muzqaymoqqa sekin-sekinlik bilan chiniqtirib borish kerak. Yoshlikdan tomoq shilliq qavati qancha chiniqsa, infeksiya bilan kontakt bo'lganda shuncha yengib o'tib keta oladi. Chunki sovuq ichadimi, issiq ichadimi, unga farqi bo'lmaydi. Tasavvur qiling, har doim bolangizga iliq suv berasiz. Bir kun iliqdan sal muzlayroq suv bersangiz, viqqa etib tomog'ini ushiydi, tomoq og'rib qoladi. Buni nima bilan misol keltirsak bo'ladi? Misol uchun, har kuni 5 kilolik yuk ko'taryapsiz. Ertasi kuni bir 10 kilolik yuk ko'tarsangiz, muskullaringiz, ya'ni mushaklaringiz qaqshab og'rishni boshlaydi. Buni xuddi shu bilan birga bir misol keltirsak bo'ladi. Har kuni iliq beryapsiz, bir kun sovuq ichyapti, bayramda
ertasi kuni bola kasal yotibdi tomog'i bilan yo'talib. Shuning uchun chiniqtirish eng muhim. Kam-kamdan tez-tez sovuqqa chiniqtirib borish zarur. Bu eng muhim ma'lumotlardan bittasi. Keyingi masala immunitet bilan shug'ullanganda, ya'ni bola kasal bo'ldi, antibiotik bergandirsiz yoki boshqa lecheniya oladi, undan keyin organizm o'z-o'zini tiklash uchun unga yordam berish kerak. Yordam berish qanaqa? Antibiotik ichgan bo'lsa, probiotiklar yoki boshqa kasal bo'lgan bo'lsa, har xil vitaminlar, yo'qotilgan defitsitni to'ldirish kerak. Buning uchun polivitamin, multivitaminlar ko'p, aptekalardan o'zingizga ma'quli, cho'ntagingiz ko'targanini olsangiz bo'ladi. Faqat vrachingiz sizga tavsiya qilgan vitaminlari bor, o'sha komplekslarni olib berishingiz mumkin yoki bo'lmasa, aytib o'tishim mumkin, mana beringda. Bu mana vitamin kompleksi. Bu hech qanaqa reklama emas. Bu oddiy vrach maslahatim, chunki vitamin kompleksi ichida o'zi immunokompleksi ham bor. Ya'ni alohida immunitet uchun vitamini. Bunda A vitamin deysizmi, C vitamin, D, K, selen, B guruh vitaminlar и обязательно probiotiklari ham bor. Bu narsa immunitet uchun o'sha kasallangandan keyin organizm uchun eng birinchi top o'rinda kerak bo'ladigan modda va vitaminlar bo'ladi. Shuning uchun agar shu kabi tarkibida vitaminlar bo'lsa, o'zingizga ma'qulini olib bersangiz bo'ladi yoki bo'lmasa vitamin kompleksini ham bemalol bersangiz bo'ladi. Muhimi berishingiz. Kasal bo'ldimi, shunchaki davolab qoldirmang. Vitamin bilan uni immunitetini qo'llab-quvvatlash zarur. Maslahatim, amal qiling, xudo xolisa farzandingiz to'g'ri rivojlanadi. Mana shunga o'xshagan foydali, kerakli maslahatlarni o'tkazib yubormaslik uchun Vitavinni YouTube kanaliga obuna bo'lib oling. Har doim foydali maslahatlar bo'ladi.